Bizlar hozir Yangi bozor Tayloq ovuldamiz. Shu yerda 2 etajli 180 metr kvadrat bo'lgan hovli joyda hozir obzor qilamiz. Bu yog'imizda stadion, bu yog'imizda Yangi bozor City'ning yonida joylashgan. Buni tashqi ko'rinishi, bu yerda podvalimiz, oynalar akvadan, shiprlar qilingan. Eng qizig'i bu yerda gaz, svetdan muammo yo'q. Wi-Fi'gacha kelib turibdi do'stlar. Bemalol kelib yashayverasizlar. Hozir ichkariga kirib ko'rsatamiz. Uyimizda, kirishimizda, o'ng qo'limizda bir xonasi bor ekan. Hazraga assalomu alaykum. Tanishtirib o'tsangiz bir qator ko'rsatib tushuntirib berib ketaman. Bu xonamiz mehmonxona hisobida uzatib qo'yilsa-da bo'ladi yoki tashqaridan charchab kelganda bir dam oladigan xona qilsa-da bo'ladi. Bu yerimizda stol kursilar qo'yib, yaxshigina bir eni berga televizorda osib o'tiradigan joylar qilsa bo'ladi. Bu yer hozir remont bo'lib turibdi ya. Bu yerlar ozgina remontimiz qilgan. Asosiy ishlar qilingan. Bu yerda yana bir zalimiz bor. Orqa tomonga qaragan zalimizda yana shunchalik maydoni kengina mehmonxonamiz, tashqi mehmonxonamiz qilsa bo'ladi. Yuqoriga chiqarib o'tirmay, mehmonni savorsa bo'ladi. Bu yerimiz ham sanuzillarimiz kattagina 3,5 ga 1,60. Banisi tualet ichida. Bu yerimizda kuxnya, mana kuxnya, suv qachatan o'yinlari, bu yoqda suv, sovuq suv, issiq suvlarga hamma montaj ishlari qilingan. Stejkaga kelib turibdi, birgina stejka ishimiz qolgan. Vitishkalar bor, montaj qilingan hamma yeri. Orqa yog'imizga da qarab o'ramiz. Orqa yog'imizda to'proq ko'tarib qo'ygan yerimizdan tashqari yana ozgina yerimiz bor. Aynanda 1,5 uylar ham to'kilib, ko'tarilib, paxsalar yurilib, bostirsa shu 180 metr kvadrat bo'ladi shu. Tamam. Endi yuqoriga chiqsak, zinalar yotiq holda qilingan bilan udobniy qilib, kengina bemalol chiqaversangiz bo'ladi. Kelishimizda mana o'ng qo'limizda katta zalimiz bor, mehmonxona. Mana bu yerda xohlagan prostranstvangizda xohlagan bir manzaralarni qilib, katta garnituralarni to'ldirib, bir yashag'ida yana shunday katta maydonli mehmonxona mavjud bu yerda. Bu yog'imizga kirsak, mana koridorimiz kengina 1,30 ga. Koridorimizning to'rinda ikkinchi etajimizdagi dush, yuvinadigan dushimiz bor yana. Bu yer nima bo'ladi? Yotoqxona desak bo'ladi. Katta yotoqxona. Bu koridor haqir. Bu koridorimiz, mana sanuzilimiz yana дополнительный qo'shimcha komfort deyiladi. Ikkinchi etajda dushimiz bor. Bu yerda da 4 ga 4 xonamiz bor, detskiy. Pastada yana ko'rsatgan xonalarimizni ayrim xona bo'lganligi uchun detskiy qilsak desak ham bo'ladi. Kattalar pastda, yuqorida yoshlar yashasa-da bo'ladi xonalarimiz. Endi bu yerda yana bir imkoniyatimiz bor. Mana katta xonani 2 ga bo'lishimiz mumkin. O'zining sharoitiga qarab, ana shu yerdan hozir plan qilib to'g'ri belgilanib, bu yerda eshik o'rni ham bor. Bu yerdan to'g'ri stena tortilsa 2 xona bo'ladi. Bu yerda eshik koridorga qarab qoladi. Narxini necha so'm deysiz buni? Narxini endi bu sotiladi, bu uy joyimiz. Narxi 550 million deymiz, kelishamiz. Naqd pul bo'ladigan bo'lsa, yaxshigina qaytimi bor. Naqd pulga qaytib berasiz. Naqd pulga qaytimi bor. Unda ya'ni barterlarimiz ham bor. Sotuvning har xil yo'lini biz rozimiz, kelishamiz. Har xil yo'llarni taklif qilishingiz mumkin. Shunga qarab bizlar bir xulosa qilamizda, kelishib olamiz sizlar bilan. Buni garaj ham bor ekan, dinni pastda. Buni garajdan ko'rsatib beramiz. Keng qani? Bu yerga bir mashina siyami? Bu yerga 2 mashin, 3 mashin trap qo'ysa siyadi, lekin 2 mashin qadim o'ynab beradi ichida. Tanlangan. Mana og'ib kelgan suvlar bu yerdan ketadigan qachirimlar qo'yibmiz. Suv qachataganlar. Turbalar уже dushning turbalari tortilib bo'lingan bu yerda. Garajimiz mana uzunligi 12 metr. Shundan bu yoqda yana дополнительный qishqa saqlash uchun mana devorlarda yurganmiz, issiqxona bo'lib turadi. Qishda saqlayman desa, saqlag'iday podvallari bor yana kattagina. Ko'rsatib bering ichini, katta. Katta maydon ichi. Ya'ni banka qo'ymoq yaxshi-da, va salonlarda. Bu yoqdan chiqilib ketilaveradi bog'i yoqqa yana qo'shimcha. Bog'i necha metr buni? Bog'i bizning bu yog'imizda yana 4,5 metr mestamiz bor, aylanib ketadi. Haddinam. Haddi bor avang. Ana shu bizlarning obzorimiz, agar xohlovchilar bo'lsa, yoqqan bo'lsa, Yangi bozor sentrida joylashgan, o'ta bir lokatsiyasi ajoyib yerda joylashganligi uchun baholarni qaraysiz. Umuman yarashiqli baholarda turibdi hozir. Yana naqd pul bilan kelsangiz qaytimlari bo'ladi.
Hurmatli obunachilar, shunday sotiladigan hovli joylar kimga kerak bo'lsa, bemalol shu Ozod akaga murojaat qilaverasizlar. Pastda telefon nomerini qoldiraman. Bemalol telefon uraverasizlar. Maktab, bog'cha, hokimiyat, Xalq bank, shu hamma narsa shu yerda joylashgan do'stlar. Ko'rib 2 etajli hovli joyimiz, podvali bor. Usti pastidan ham bane sanuzeli bor do'stlar. Banesi. Bemalol ko'raverasizlar kelib. Joningiz omon bo'lsin, joy alamon degan insonlar bo'lsa, shu videoni yuborib qo'yinglar.